Raspakovka. Ko'chada bo'ladigan raspakovka bo'lyapti. Mana hozir zakazim tashlab ketishdi. Onlayn zakaz qilgan edim. O'zimning nomimga Sobina Zarina Shahnoza. Nima zakaz qilganim to'g'risi 3 kundan beri bu dostavkani ola olmadim. Uyda yo'q edim. Endi bugun oldim. Mana anchadan beri zakazam o'rnay qo'ygan edim. Tak. Qanaqa ochamiz endi buni bugun? Oy. Tak. Nima zakaz qilganlarim? Nima zakaz qilgansiz? Onajonim, hozir yonimda onam o'tiribdilar. Sink zakaz qilgan edim dadamga. Bu sizlarga. Mana dadam sink ichadi. Nixvatka sinki bor. O'zimga esa mana bu Neurovision zakaz qildim. Bu miya faoliyati uchun xullas nervniy sistemaga foydasi bor. Xullas bu haqida keyin gaplashamiz. Mana bu zo'r mahsulot, lekin вообще zo'rgina miyani davolaydi-da. Zreniya uchun ham foydasi yaxshi. Keyin ichgansiz. Endi qaranglar nima sovg'a kelibdi. Buni zakaz qilmaganman. Mana glitsin, yana kompaniya bizga sovg'aga sovoribdi. Ura! Chunki o'zi kerak edi. Juda kerak edi. To'g'ri paytda yaxshi emas. Вот, shuni olganiga xursandman. Xullas karam. Sovg'a qilganiga xursandman. Azizlarim, kompaniyadan ro'yxatdan o'tib mahsulot xarid qilish juda foydali. Sababi shuki, siz olgan mahsulotlaringizni kompaniya o'zingizning nomingizga jo'natadi va kompaniyadan siz har xil chegirmalar, mana shunaqangi podarkalar keladi. Misol magazinga borib sotib olsangiz, sizga misol shunaqa podarka berishmaydi. Lekin onlayn zakaz olsangiz, sizga shunaqa podarka beradi. Plus shu cashback keladi. Undan tashqari esa har xil aksiyalarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Rozыгрышlarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun kompaniyadan ro'yxatdan o'tishga qo'rqmanglar. Bu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, xohlasangiz ham xuddi menga o'xshab hozir mahsulot zakaz qilib xarid qilishni va sovg'alarga erishishni xohlasangiz, unda men bilan bog'laning. Videoning tagida hamma kontaktlarim bor. Yozsangiz, men sizga o'rgataman qanday qilib ro'yxatdan o'tib to'g'ri mahsulotlarni xarid qilish yo'lini. Va shu kompaniyani sir asrorlari, beriladigan imkoniyatlarini ko'rsatib beraman.